Assalomu alaykum do'stlar. Toshkentga yetib kelganmiz. Toshkentda To'y tepasiga xudo xolasa to'liqroq obzor qilamiz. Bu obyektimiz 125 kvadrat, bu 125 kvadrat. Farzandlarga quryapti. Keyinchalik mana bu eski uylar buzilib ketadi. Atsech ham qilganmiz. Keyinchalik misol aklikka har holat bilan zabor qilsa, masalan, fundamentga ham penopleks qo'yib atsech qilganmiz. Endi ishlarini to'liqroq obzor qiladigan bo'lsak, tashqi fasadga Turkmaniston ishlarini kombinatsiya qilib berganmiz. Ichki taraflari ham xuddi shunaqa polni shoxda chiroyli bo'lib uriladi. Ko'pchilik aytishadi, ishni to'ldiruvchi vazifasini bajaradi deydi, lekin bizning holatda har taraflama mukammal ishlayveradi. Ko'pchilik seysmik tarafga ham hozir ko'pchilik aytadi, kolonna seysmik poyezlar qanday? Ichkarida har bir 3 metrda trekdan o'zidan kelib chiqqan holatda albatta kolonna seysmik poyezlar qilinadi. Shuni inobat ko'pasizlar va albatta biz utepletel qo'yib uramiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Har 6 qatorda mexanik setka qo'yilib, utepletel benzazor xuddi shu kombinatsiyada chiroyli qilib uriladi. Shu taraflarini inobatga olib qo'yasizlar. Yana narx-navo bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, 1 kvadrati 165 dollardan boshlanadi. Uchastkangizni holatiga qarab, uzoq yaqinligiga qarab. Endi oddiy qurilishlarimiz 140 dollardan boshlanadi va oddiy qurilishni ham Andijonda boshlaganmiz. Oddiy qurilishda anchagina bizga yengillik bor, sababi oddiy qurilishda usti topish oson, lekin oddiy qurilishda 140 dollardan bunaqa polni shoxda urilmaydi, lekin qum sement uriladi. Hamma el qatori qurayotgan qurilish bo'ladi. Lekin xuddi shunaqa talablar qo'yiladigan bo'lsa, kelishilgan holda 150-155 dollar, ba'zi bir holatlarda 160 dollargacha chiqish ehtimoli bor. Uchastkangiz, yeringiz, turpog'ida qanaqa chiqish holatiga qarab. Uteplenniy uylarimiz ham xuddi shunaqa narx-navolarga keladigan bo'lsak, kvadrat 165 dollardan chiroyli, sifatli, eng sifatli g'ishtlardan foydalanib qurib beramiz. Endi hozirgi kunda Qashqadaryoga to'g'risini aytsam, chiroyli bo'lib ikkita uyimiz bitgan. Yaqinda bolalar topshiriq keldi. Shaxsan o'zim bora olmadim, lekin u yoqda ham bir chiroyli loyihani tugatib qaytganmiz. Namanganda bor, Toshkentda bu birinchi obyektimiz, ikkinchi obyektimizga fundament ishlarini quyib bo'lganmiz. Yaqin kunlarda uni ham boshlaymiz. Andijonda juda ko'p obyektlarimiz bor, boshlayapmiz. Kimga shunaqa energiya tejamkor sifatli uylar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, qurib beramiz. O'zini ketma-ketligida chiroyli qilib. Masalan uchun Andijonda 140 dollardan boshlagan bo'lsak, oddiy qurilishimizni ko'pchilik 135 dan qurib berishi mumkin boshqa, lekin ichi to'ldirilib, masalan uchun stashka bo'lyaptimi, shularga inobat olib qo'yasiz, kommunikatsiyalar tortishyaptimi. Hammasi bizda tayyor zavod betonlar qo'yiladi, armaturalar tosh tashalmasdan sifatli, chiroyli. Endi klientlarning xohishiga qarab shunaqa Turkmaniston rangli g'ishtlarni ham kombinatsiya qilib berishimiz mumkin. Tashqi fasadlari ham birdaniga bitib ketadi. Hozir orqa tarafga ham o'tib obzor qilamiz. Bu obyektimiz ana shu ikkita xo'jalikka moslashgan. 125 kvadrat bunisi, 125 kvadrat unisi. Ko'rib turibsizlar, bu uyning orqa tarafi suvoq qilmasa ham bo'laveradi. Bu bizning loyihalarimizning qulaylik taraflari. Yozda salqin, qishda issiq beradi. Suvoq qilishingiz shart emas. Ko'pchilik hozir tashqi fasaddan bazaltda utepletel qilyapti, lekin ularni har xil figuralar chiqara olmaysizlar. Chiqarsanglar ham penoplast yopishtirilishi mumkin. Lekin bu g'ishtlarimizni keyinchalik yoqmasa, suvoq qilib sementoid tega chiqarishlari mumkin. Xohlagan nagruskalarni bersanglar bo'lar. Teshiklar qo'yib ketganmiz. Bittagi konditsioner bo'lishini oldini olish uchun. O'zbekiston sharoitida juda ko'pchiliklar benzazor qilmasdan bazalt qo'yib urishyapti. To'g'ri, bizning sharoitda kamdan kam holatda konditsioner bo'ladi, lekin bizning O'zbekiston sharoitida -20-24 gradus sovuq kunlar ham bo'ldi. Shunda ichki uyning ichidagi issiq havo bilan tashqaridagi sovuq havo urushganda benzazor bo'lmasa, ana shu joyda konditsioner bo'ladi va konditsioner bo'lgandan qurimaydi. Bazaltimiz qurimaydi. Qurimasi bazalt o'zining xususiyatini yo'qotadi. Biz qilayotgan sistemada teshiklardan havo kirib, u konditsioner
chelakka chiqib isparangda bo'lib ketadi. Shu taraflarni ham inobatga olib qo'yasizlar. Oddiy qurilishimizda lombozini, tomga loylarini biz bosib beramiz, muammosi yo'q, lekin utepленный uylarda alohida utepletel bo'ladi. Sababini aytsak, loy bosiladigan joyda bir kama supa bilan somon aralashtirib bosiladi. Iqtisod tarafdan anchagina yengil, lekin utepletellar har bitta detali pul turadi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsanglar, qisman endi kommentariyalarga javob berib o'tib ketamiz. Xo'p, tuz masalasi 15 yildan beri yo'qolmayapti degan. Bizni g'ishtlarimizni sho'rlash darajasi eng past, nima desam bo'ladi, kam miqdorda chiqargan zavodlarda ishlaymiz, praktik chiqmaydi. Chiqqan taqdirda ham отделкasiga ta'siri yo'q. Ishlaringizga omad degan, rahmat. Chustga uy qurdirmoqchiman degan, Namangan Chustiga xudo xolasa Telegram nomerlar qo'yib qo'yaman, Telegramdan aloqaga chiqsanglar, proyekt jo'natsanglar, proyektni ham hisoblab beramiz. Podключ holatda va korobka holatda. Podключ xizmatimiz $400 dan boshlanadi 1 kvadrati. Xo'p, kvadrati qanchadan tushyapti? 10 sotiklik yerim bor degan. Oddiy qurilishimiz $140 dan boshlanadi, utepленныйimiz $165 dan. To'liqroq obzor qiling, shu uyni so'rashsa, bitsa YouTube'ga chiqaramiz. Men bilan aloqaga, siz bilan o'zingiz bilan qanaqa aloqaga chiqsangiz bo'ladi, deyapti. Birinchi Telegram nomerlar yordamchilarim oladi, real klientlarni menga keyin ulab beradi. Sababi ishga ozgina xalaqit qilyapti, telefon ko'p bo'lgani sababli. Xo'p, sog'liq birinchi o'rinda, to'g'risi tushunasizlar. Bittasi yozyapti. Kecha bitta Instagramga video qo'ydim. Bitta onajondan orzuyingiz nima deganda, eng birinchi o'rinda oilamiz tinchligi va sog'lik omonligi. O'ylanib qoldim, to'g'risi ham shu ekan. Borimizga shukr qilaylik ekan. Benzazor bo'yicha ham to'g'risi juda ko'pchiliklar quryapti. Shu yana ham to'liqroq yoritishga harakat qilaman bu tema bo'yicha. Kommentariyga yozib ketsanglar, yana ham xudo xolasa harakat qilamiz. Yana videolar olishga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.